Assalomu alaykum. Qora rangli Malibu 1 3-pozitsiya avtomat korobka so'raganlar uchun mana shu mashinamiz sotiladi. Barcha ma'lumotlarni aytib o'taman. Shundan so'ng telefon qilishni tavsiya qilaman. Kimda kim shoshib turgan bo'lsa, opisiyaniyada, kommentariyada barcha ma'lumotlar yozilgan. O'qib telefon qilish imkoniyatingiz ham mavjud. Xohlasangiz Telegramdan yozing. 3-pozitsiya avtomat korobka yili 2012. Mashinaning holati yaxshi holatda turibdi. Aylantirib ko'rsatib chiqaman. Kraskasi ham kam. Mashina polirovka qilinmagan. Polirovka qilsangiz yanada ochiladi. Orqasiga antenalar qo'yilgan ekan. Juda ham yarashgan. Salon holatlari, barlari 3-pozitsiyada hamma narsa bo'ladi. Monitor, cruise control, climate control, o'rindiqlari qiziydi, monitorlari ochiladi, luklari ochiladi, konditsioner ishlaydi. Video registrator qo'yilgan ekan. Mashinani ayol kishi haydaydi. Ayol kishining nomida, ayol kishi sizni nomingizga o'tkazib beradi. Mashinaning nomeri auksion. Shuning uchun generalni berisha olmasa kerak. Oldi bamperlar qora glyansiy qilingan, ancha jiddiy ko'rinar ekan. Yarashib turibdi. Motor hadovoyida, korobkasida hech qanaqa xarajati yo'q. Kelib bemalol tekshirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Faqat naqd pulga sotiladi. Variantga so'rashmasin deyapti. Barterda o'ylab ko'rishlari mumkin ekan, faqat avtomat korobka Cobalt bo'lsa. Gentrani ham unchalik xohlashmayapti. Xullas, kraskasiga keladigan bo'lsak, hozir apparatda tekshirib chiqdim. Faqat mana shu orqa eshik bilan orqa kriloda bor. Kriloni ham mana shu yergacha sepilgan. Undan tepasi toza turibdi. Xo'p, bagajga o'tmagan, eshikda ham mana shu yergacha sepilgan ekan. Qolgan joyiga o'tmagan. Xohlasangiz mana yana bitta tekshirib ko'rsatishim mumkin. Mana shu yerda kraska bor. Mana bu yog'i top-toza mana kraskasi. Bemalol ustangiz olib kelib tekshirtirib olaverasiz. Men aytgan gapni gapiradi. Usta ham xudo xolasa. Demoqchi bo'lganim, uzoq joydan kelsangiz, boshqa joydan kraska ko'p chiqib ketib qolmaydi, uyaltirmaydi demoqchiman. Mana eshik obshivkalari, metan gaz qo'yilgan 4-avlod, yurgani 166 ming. Video cho'zilib ketyapti, chunki batafsil ma'lumot aytib o'tsam yaxshi. Sizga o'xshagan odam kim nechtasi telefon qiladi? Shuni ham hisobga oling. Bir kunda kamida 30 ta 50 ta odam telefon qiladi. Har bittasiga javob berishni o'zi ham bo'lmaydi. Metan gaz qo'yilgan 4-avlod. Dokumentida hech qanaqa muammosi yo'q. Olasiz, haydaysiz, xudo xolasa. Shinaning holatlari yaxshi holatda turibdi. Videoda mana ko'rinyapti. Xo'p, qilinadigan ishi keyingi olgan odam bittagina mana shu bamperni bitta qaratib yuboradi. Mana ko'ryapsizmi? Mana shu yerda ishi bor. Mana bu yerlarda kraskalik ishlari bor. Bo'ldi. Kuzovda xudo xolasa bunday qirilib, ko'zga yomon ko'rinadigan joyini ko'rmadim, to'g'risi. Zo'r turibdi kuzovi. Faqat shu bamperda ishi bor ekan. Narxini mana ekranni burchagiga yozib qoldiraman. Opisiyaniyada, kommentariyada ham yozilgan. Telefon nomeri bormi? Bemalol telefon qilavering. Bu mashinamiz sotilmagan bo'ladi. Telefon nomeri turgan bo'lsa. Telefon nomeri yo'qmi? Demak, bu mashinamiz sotilgan. E'tiborjon hammaga rahmat. Kimda kim shunaqa qora Malibu izlab yurgan bo'lsa, mana shu videoni tashlab qo'ying. Mana shu mashinani olsam, baraka topib mazza qilib haydaydi. Asosiysi Malibuda korobka motor bo'ladi. Korobka motori zo'r turibdi. Xudo xolasa uyaltirmaydi. E'tiborjon hammaga rahmat. Kimda kim shunaqa Malibu olaman deb yurgan bo'lsa, hamma niyatiga erishsin. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.